Ben bir kun bir janjalga kirdim. 4 ta o'g'il. Katta aka xotinini qo'yib yuboraman deyapti. Yashamayman sen bilan deyapti. Aralashyapmiz. Nima bo'lyapti? Nima bo'ldi? Dada bo'lsa bu kunimdan o'lganim yaxshi edi, bu kunimdan o'lganim yaxshi edi deb yig'layapti. Tog'a nima bo'ldi desam, kenja o'g'limni qaynog'asi uylanayotgan edi. Bormayam o'lay dedi-da. Bormasangiz bo'lmaydi. Qudasiz deyishdi, lekin meni kastimim yo'q deyapti. Quda kastim shimki borish kerak ekan, kastimim yo'q, borgani patinkam yo'q, ko'ynagim yo'q. Xotinim o'lgandan keyin dunyodan ko'nglim sovib ketibdi. Meni kim kiyov qiladi deb yakta lozimda yuraveribman-da deydi. O'zim shu uydan chiqmay, hovlidan chiqmay yuraveribman-da, bormasangiz bo'lmaydi deb turib olishdi. Kiygani narsam yo'q, payabzalim yo'q, ko'ynagim, kastimim yo'q. U o'g'il ketdi, bu o'g'il ketdi, bu o'g'il ketdi. Katta o'g'lim mashinaga chiqib, chiqmaysizmi deb turibdi deydi. Katta kelinimdan Alloh rozi bo'lsin deyapti. Meni holatimni ko'rib, yuring dedi. Yishilkada ko'ylak, kastim shim, patinkani olib chiqib kiyib oling dedi. Xo'p deb kiydim. Qiziqishda deydi, ko'ylak, kastim shimimga qaramabdi o'g'lim deydi. To'yga bordik. Xudo xatmi Qur'onga qatnashmasa bo'lmaydi deb uyning ichiga ham olib kirib ketishdi. Nafsim qursin deyapti. Nimaga? Qaymoq yemay o'lay deyapti. Qaymoq yesa oqib ketibdi-da, yosh katta odam, 75larda oldidagi odam oqib ketib, shunday ko'ylak, kastim aralash shunday oqibdi-da. Yosh katta odam nima qilgan? Chachig'da o'lgandim deb qilib ishqalagan xolosda. Yayilib ketgan. Chiqqanlar mashinada ko'rganim, qayerdan oldingiz kastimmi dedi. Uyga borganda gaplashamiz deb dadasiga. Uyga kelgandan keyin kim berdi? Qayerdan oldingiz? Uyimga beso'roq kirdingizmi? Yo'q, kirganim yo'q. Bir qadam tashlaganim yo'q. Xotining berdi. Xotinni shapalaq tortib, quvlab urib haydash harakatida turibdi. Agar men o'lib ketganimda edi, bugun shu ish bo'lmas edi deyapti. Siz u biz ham otamizni, onamizni libosiga qarayapmizmi? Otamizni, onamizni libosiga qarayapmizmi? O, yoshligimizni eslang, qo'limizdan ushlab turib bozorga olib kirib, "Tanla o'g'lim, tanlaganingni olib beraman" desa, tanlaganlarimiz bor-ku. Yo'inki meni olib beraman desa, "Yo'q, bu o'rtog'imniki, bunaqa emas. O'rtog'im kiygandan olib bering" deb turib olganimizda qaysilardan bo'lsa ham topib olib bergan-ku. Endi bo'lsa otamiz, onamiz bechora ko'ynagi ko'zi qatib tursa libos uchun. Yaxshi ham o'zbekda shu ro'moli bor deysiz-da. Bayram hayit bo'lib qolsa bitta ro'molni o'zimiz olamiz, yo xotinga aytamiz, "Ro'mol olib kel, o'rtaga hayit aka." Ko'ynakni rangiga ham qaralmaydi, hech narsasiga. Bitta ro'mol bo'lsa bo'ldi, shunday beriladi. Birortamiz 5 xil, 6 xil rangli ro'molni shunday qo'yib turib, "Tanlang ona" deyalganmizmi? Tanlang, ko'ynagingizga mosini tanlang. Nech pul bo'lsa olib beraman deyalganmizmi? Xo'p, bitta ro'mol olib ber. Yo'q, bozorga borib ro'mol olib bering. Kimga? Onamga. Necha yosh? 55, 60 yosh. Mo'p bo'laveradi. Puli qancha? Hozir bir aylanib kelaychi. Qaranglar. Siz u bizga nima bo'lgan? Yoshligimizda. Yoshligimizda puli bor yo'qligini bilmasdan olib berasiz deb turib olganimizda olib berganmi? Qachon biz onamizga ko'yniga qaraymiz? Bir joyda